Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Ulamolar aytganidek, eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Ammo bugun ko'rganimiz ham ko'pincha yolg'on ma'lumot bo'lib chiqmoqda. Endi pensiyaga ta'sir pul bilan mumkin bo'ladi. So'nggi kunlarda pensiya islohoti haqida noto'g'ri talqinlar tarqalmoqda. Keling, masalaga birgalikda aniqlik kiritaylik. Deylik, hozirda sizning ish haqingiz 10 million yoki 15 million bo'lsa ham, siz eng balandi 3,5 million so'mgina pensiya olasiz xolos. Pensiyaning eng yuqori miqdori hamma uchun 3,5 million so'm degan fikr noto'g'ri. Pensiya miqdori ish haqi, mehnat staji va ustamalarga bog'liqdir. Pensiya yozishda eng balandi 7 million so'mgacha oylik hisoblanadi xolos. Undan tepasi esa pensiyaga hisoblanmaydi. Pensiya hisoblash uchun inobatga olinadigan ish haqining yuqori chegarasi 7 million emas. U pensiya hisoblash bazaviy miqdorining 12 baravarini tashkil etadi. Hozirda shu cheklov tashlanishi. Cheklov butunlay bekor qilinmaydi. Taklifga ko'ra 2027-yildan yuqori chegara 12 baravardan 13 baravarga 6 milliondan 6,6 million so'mga oshiriladi. Hisoblashdagi 5 yillik davr ham bekor bo'lishi kutilmoqda. 5 yillik davr bekor qilinmaydi. Amalda oxirgi 10 yildan ketma-ket 5 yil tanlanadi. Taklifda ish haqqini hisoblash davri bosqichma-bosqich 20 yilga oshiriladi. Bundan tashqari, fuqaroning xohishiga ko'ra eng past daromadli davrlarning 10% gacha bo'lgan qismi hisobdan chiqarilishi taklif etilmoqda. Qanday loyihalaringizga yuborib qo'ying. Taklif yuqori chegarani oshirish va pensiya hisobini takomillashtirishga qaratilgan. Tekshirilmagan xabarlarni tarqatmang. Faqat rasmiy manbalarga ishoning. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Siz bilgan va bilmagan xabarlar hali oldinda.